Ha o'rtoq, bu yig'ilishimizning sababi nima o'zi? Telefon qilganda kayfiyatingiz zo'raydi og'a, tinchlikmi? Toy, buni o'zi har doim nastareniyasi yaxshi bo'lib yuradi-yu, to'g'rimi o'rtoq? Bolalar, sanlarni yig'ishimni sababi bor. Qiyomatli do'stlarimsanlar, o'zi shu 3 kishi faqat, boshqa hech kim yo'q, bilasanlar-ku. Bugundan boshlab ayturaymi? Hop. Bugundan boshlab lavozimni ko'tarishdi. Zo'r. O'shancha sanlarni yig'dim o'rtoq, xursandchiligimiz sanlar bilan bir bo'lishkim keldi. O'rtoq, bu xursandchilikni bitta gap aytmasam bo'lmaydi. Rahmat senga. Hayot tashvishlari bilan bo'lib, ichkiligiga berilib qolgan paytim, "Yo'q o'rtoq, bunaqa o'tirma" deb uydan savol chiqib ketdi. Mana sen sababli molxonalar ochib oldim. Rahmat og'aylar. Joning sog' bo'lsin o'rtoq. O'rtoq, mana gapirmasam bo'lmaydi. Do'konimga o'tganda, ozgina yetmayotganida qo'shib yording o'rtoq. Sen sababli mana do'konli bo'lib qoldim. Xudoga shukr, ishlarim yaxshi, zo'r. Joning sog' bo'lsin o'rtoq. Rahmat. Obosalaring bo'ldi o'rtoq. Ey, o'rtoq, bilasanlar. Men mashina sohasidaman. Shu mashina oladigan paytimda shu yetmay qoladi-yu, o'sha payt o'rtoq. Ali o'zsam bo'ldi deb turadi. Baraka top o'rtoq, har doim telefoningni ko'tarib tursang bo'ldi menga. Kirib nimadir tako'l ovqatlanamizmi? Ketdi.